Assalomu alaykum. Virtual darsga xush kelibsiz. Siz bilan Farhod Dadajonov. O'tgan safardagi video lavhamizda qanday qilib bitta yaxshi niyat bilan tirikchilik uchun qiladigan harakatlarimizni ibodat darajasigacha olib chiqib, keyin o'sha tirikchiligimizni agar mukammal darajada qilsak, uni ihson darajasiga olib chiqish haqida fikrlarimni aytgandim. Endi bu ishlarni gapirish oson, lekin unga amal qilish oson emas. Chunki mukammal darajada ishni bajarish uchun odam o'zini nafsiga qarshi kurashish kerak bo'ladi. Nafsga kurashish esa odamdan ancha katta kuch, disiplin talab qiladi. Oson emas bu ish. O'shanga biz bunaqa qila olishlik uchun nafsimizni tarbiyalashimiz kerak. Mana qadimda tarixni biladiganlar bo'lsa, qadimgi Yunonlarda stoik degan falsafasi bo'lgan. Ya'ni stoiklar o'zini nafsini qiynab, nafsiga qiyin keladigan noqulay ishlarni atidan bajargan. Bu bilan ular o'sha o'zini komfort zonasidan chiqishga harakat qilishgan. Ya'ni ular bilganki, mana shu dunyoni o'zida ishlarda muvaffaqiyatga erishishlik uchun nafsga qarshi kurashish kerak. Ya'ni nafs xohlagan narsasini qilaversa, nafs bandasi bo'lib qolib, demak muvaffaqiyatga erisha olmaydi. O'shaning uchun o'ziga noqulay yoki qiyin bo'lgan ishlarni, aslida o'ziga foydali bo'lgan ishlarni noqulay bo'lsa ham o'zligini majburlab qilishgan. Misol keltirsam, adashmasam bitta shu Mark Avreliy degan imperator bo'lgan. U yumshoq o'rinda yotib uxlashga imkoni bo'lsa ham, atayin qattiq yerda uxlagan, o'zini majburlab. Yoki yana bitta boshqa amaldor bo'lgan, u endi odamlarning orasida oddiy g'alati kiyimlarni kiyib yurgan. Ya'ni bu bilan u nima qilmoqchi bo'lgan? Bu bilan u odamlar nima deydi degan o'zidagi fikrdan qutulib, shu bilan erkinlikka erishmoqchi bo'lgan. Ya'ni odamlar o'zi haqida nima o'ylashi haqida umuman o'ylamaslikka erishmoqchi bo'lgan. Endi bu o'sha qadimgi Yunonlarning falsafasi. Bizning musulmonlarda bo'lsa, tazkiyatun nafs degan yo'nalish bor islomda. Ya'ni uni nafs tarbiyasi yoki ruhiy tarbiya deymiz, nafsni poklash. Tazkiyatun nafsga ko'ra odam ichidagi salbiy xislatlarni qalb kasalliklari deyiladi. Masalan, kibr, ochko'zlik, hasad kabi salbiy xislatlarni nafs kasalliklari deyiladi. Va mana oddiy badanimiz kasal bo'lganda biz tabibga, shifokorga murojaat qilamiz. U oldin tashxis qo'yib, kasalimizni aniqlab, shunga yarasha davo yozib beradi. Endi qalb kasalliklaridan qutulishlik uchun oldin Allohga yaqin odamlar bo'lgan, ya'ni avliyolar, Allohning do'stlari, ular shunaqa odamlarki, o'zidagi o'sha qalb kasalliklaridan ma'lum darajada qutulgan odamlar. Shu bilan ular Allohga yaqinlikka erishgan. O'shaning uchun oldingi zamonda odamlar o'ziga shunaqa ruhiy ustoz, shunaqa odamlarga shogird tushgan, ya'ni uni murid deyiladi, murid tushgan va o'zini o'sha qalb kasalliklaridan tozalashga harakat qilishgan. Endi bu oson ish emas. Shuning uchun agar odam o'zi harakat qiladigan bo'lsa, avvalo o'zidagi o'sha qanaqa kasalliklarni borligini bilishi qiyin. Undan keyin bilgan taqdirda ham uni tan olish kerak. Ya'ni o'zini o'zi aldamasdan, kimdadir masalan manmanlik kasaliga duchor bo'lgan bo'lishi mumkin, kibr bo'lishi mumkin ichida, lekin uni tan olish qiyin. Endi tan oldi ham deylik, endi unga qarshi qanaqa qilib kurashadi? Chunki u o'zini xislati ichidagi odamni o'zini bir qismi hisoblanadi, nafs, to'g'rimi? Unga qanaqa qilib o'sha kasalligini yengish mumkin? Qanaqa qilib kibrdan, manmanlikdan qutulish mumkin? Buni yo'llarini o'sha ruhiy ustozlar bilgan. Endi odam o'ziga o'zi bu narsani tan olgandan keyin ham uni qanaqa qilib bartaraf qilish yo'llarini topish qiyin. O'shanga ham shu ruhiy ustozlarga murojaat qilingan. Va ular o'sha shayxlar odamni o'sha shogirdlarini, muridlarini o'rganib, ularda o'sha qanaqa qalb kasalliklari
borligiga qarab oldin tashxis qo'yishgan, keyin o'sha kasalga qarab demak har xil vazifalar berishgan. Ya'ni u vazifalardan maqsad qalb kasalligidan davolash, tarbiyalash, ruhini tarbiyalash. Mana masalan, faraz qilaylik, kimdir boylikni yaxshi ko'radi. Boylik qalbiga o'rnashib qolganda, o'shaning uchun ham ziqna odam bo'lib qolgan. Ziqna odam deylik, uni shayxi unga ko'proq sadaqa qilishni, ihson qilishni vazifa qilib berishi mumkin. Chunki u odam uchun o'zini molidan ajralishi eng qiyin masalalardan bittasi bo'ladi. O'zini qiynash orqali, o'zini mol-mulkini ihson qilish orqali u o'zini nafsini tarbiyalashi mumkin. Yoki bo'lmasam ochko'z odam yaxshilab ovqat yeyishni, ko'p ovqat yeyishni, baqvat yeyishni yaxshi ko'radi, har xil ziyofatlarga borishlarni. Endi unaqa odamlarga masalan shayx ro'za tutishni vazifa qilib berishi mumkin. Yoki manmanlikka duchor bo'lgan odam deylik, masalan, kibrlanib ketgan, o'zini bir katta odam deb o'ylaydigan odamlar bo'ladi-yu, oyog'i yerdan uzilgan deydimi? O'shunaqa odam bo'lsa, masalan, unga o'sha manmanlikdan voz kechish uchun, uni tartibga solish uchun jamoat joylarini hamma oldida tozalashni vazifa qilib berish mumkin. Yoki juda ham kuchli bo'lsa, masalan, hojatxonalarni yoki tahoratxonalarni tozalashni vazifa qilib berish mumkin ma'lum muddat. Toki o'sha o'zini manmanligidan qutulsin. Ya'ni o'zini oddiy odamligini, Xudoning bandasiligini tushunish uchun mana shunaqa vazifalar berish mumkin. O'zimizning diyorlardan ham Alloh do'stlari, avliyolar ko'p chiqqan. Masalan, Xo'ja Ahmad Yassaviy, Abduxoliq G'ijduvoniy, Bahovuddin Naqshband, Hoji Ahror Valiy kabi avliyolar yetishib chiqqan. Mana shular qalb shifokorlari bo'lgan. Endi hozirgi vaqtda qaniydi o'shanaqa shayxlar ko'p bo'lsa edi, odamlar ham ularni bilsa edi, lekin afsus, bu juda ham mushkul masala. Shuning uchun o'zimiz imkon boricha o'zimizni nafsimizni tarbiyalasak, maqsadga muvofiq bo'ladi deb o'ylayman. Albatta, shayx topsak, undan ham zo'r. Mana ulamolarning fikri bo'yicha ba'zi kitoblarda o'qiganman, nafsimizni tarbiyalash uchun birinchi bo'lib zikr qilish kerak. Allohni imkon bo'ldi deganda zikr qilish kerak. Chunki zikr qilganda qalb yumshaydi, nafs tarbiyalash ancha osonlashadi. Undan tashqari, yana qilishimiz mumkin bo'lgan narsa bu har kuni davomida o'zimiz nazorat qilishimiz kerak. Masalan, ichimizda nima xohlayapmiz. Misol uchun faraz qilaylik, biz bitta modul ustida dasturchi sifatida ishlayapmiz-da, uni qaysidir joyga kelganda nafsimiz aytayapti, bo'ldi, buni hozir qilishing shart emas, baribir hech kim tekshirmaydi. U qachon yetib kelishadi bunga? O'sha vaqti kelganda keyin kimdir to'g'irlab qo'yadi. Hali ungacha sen ishlaysanmi, yo'qmi deb nafsimiz o'sha ishni chala qilishga chaqirishi mumkin. Shunaqa holatda o'ylab ko'rishimiz kerak. Hozir bu ishni nima uchun qilyapman? Alloh uchun mukammal qilishga harakat qilyapmanmi yoki shu ishni tezroq bitirib boshqa narsaga chalg'ishni xohlayapmanmi deb o'zimizni nazorat qilishimiz kerak, savol berishimiz kerak o'zimizga. Chunki nafsimiz har xil bahonalar, har xil vajlar o'ylab topib, o'sha ishni mukammal qilmaslikka chaqiradi. Ana o'shunaqa holatda keyin nafsimiz chaqirayotgan ishga teskari ish qilamiz. Bu Imom G'azoliy ham bergan maslahatlari, ya'ni o'sha nafs nimaga buyurayotgan bo'lsa, ko'p holatda o'shani teskarisini qilish. Chunki nafsimiz onsonchilikni qonlaydi, dangasalikka chaqiradi ko'p holatda. O'shaning uchun o'sha holatda biz boyagi modulni oxirigacha ham yozib qo'yib, mukammal qilib qo'ysak, o'shanda nafsimizga qarshi ish qilamiz, oson bo'lmaydi, lekin ishimizni ihson darajasida qilgan bo'lamiz, Xudo xolisa. Yoki bo'lmasam bironta joyga piyoda borish imkoni bo'lsa, mashinada, transportda bormasdan aynan piyoda borish. Yoki ovqat yeyotganimizda ham, masalan, hali to'yishimizni qilmashimizdan oldin to'xtatish. Undan keyin mana o'sha hozir aytganimdek ichki nazorat, ya'ni qalbimizda nimalar kechyapti. Masalan, ba'zi vaqtlarda kimgadir hasad qilib qolishimiz mumkin yoki ishxonada, uyda, oilada vaziyatli bo'lib qolishi mumkin, bizning egoyimizga tegadigan. Aslida o'sha haqiqat bo'lsa ham, biz u haqiqatni tan olmasdan ichimizda kibrlanib, bu kim bo'pti? Mana shuncha tajribam bor, nima deyapti demasdan, vaziyatga to'g'ri baho berishga harakat qilishimiz kerak. O'sha vaziyatda so'rashimiz, bu hozir men
nima qilyapman, nimani o'ylayapman, bu aslida vaziyat shunaqa, rostdan shunaqami yoki meni o'zimni nafsim shunaqa taomgisi kelmayaptimi deb o'zimizni nazorat qilib tursak, bu ham shu nafsimizni tarbiyalashga yordam beradi. Bunisi undan ham qiyin narsa. Tan olish, ayniqsa tajribasi ko'p odamlar, dunyoda muvaffaqiyatga erishgan odamlarda ayniqsa bunga amal qilish oson bo'lmaydi. Va yana bitta yo'li, ya'ni nafs tarbiyalashi bu o'limni ko'proq eslash. Misol uchun o'sha ishimizni qilayotganda o'ylasak bo'ladi. Men bu ishim agar eng oxirgi ishim bo'lsa-chi, mana shu hayotda yashayotganimda eng oxirgi ishim bo'lsa, buni qanaqa qilgan bo'lardim deb eslasak, xudo xolasa ancha yengil bo'ladi. Nafsimiz yengiladi. Nafsimizni tarbiyalashning yana bitta yo'li bu balki muhit noto'g'ridir, muhitni o'zgartirish. Ya'ni xalqimizda bitta maqol bor. Qozonga yaqin yursang qorasi yo'qadi degan. Shunga binoan ba'zi odamlar bo'lishi mumkin, o'ta kibrlanib ketgan yoki o'ta ochko'z, hasadgo'y odamlarni yonida ishlashimiz mumkin. Endi unaqa odamlardan xohlasakmi, xohlamasakmi, qancha ko'p muloqot qilsak, ularni o'sha salbiy jihatlari bizga ham urishi mumkin. Lekin o'shanaqa holatda biz agar o'sha muhitni o'zgartirsak, ya'ni yaxshi sifatlari bilan tanilgan odamlar bilan ko'proq muloqotda bo'lishga harakat qilsak, o'sha odamlarning yaxshi sifati bizga o'tishi ehtimoli katta. Shuning uchun bu tomoniga ham o'ylab ko'rsak bo'ladi. Shunga amal qilib, ruhiy tarbiya haqida yanada chuqurroq, ko'proq ma'lumotga ega bo'lishni xohlasanglar, rahmatli o'tib ketgan shayximiz Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarini Ruhiy tarbiya, xislatli hikmatlar sharhi degan kitoblari bor. Shularni o'qishni tavsiya qilaman. Bo'lmasam ingliz tilida Hamza Yusufni Purification of the Heart degan kitoblari ham juda zo'r kitob. Qalbni poklash va tasavvuf bo'yicha. Endi sizlardan bitta so'rovim bor. O'zingizlar yana qanaqa yo'llarni bilasizlar nafs tarbiyalashni, o'sha ishinglarni qilayotganda qanaqa qilib shu egoga qarshi o'zingizlarni nafsga qul bo'lib qolmaslikka yordam beradigan bir yo'linglar bo'lsa, sharhda yozib qoldiringlar. Ko'pchilik uchun foydali bo'ladi. Xudo xolasa. E'tiboringiz uchun rahmat.